o'zi stream qilishni birinchi bo'lib men boshlab berganman. O'zbekistonda to'g'risini aytganda-da, keyin mendan keyin boshlandi-da bu narsa. Endi o'zini katta o'rmaganda, po faktu gapiryapman. To'qin kanaliga kelib, 10 ta savolga javob berishga tayyorman. Yoshligingizda mediada ishlashni xohlaganmisiz? Yo'q, yoshligimda mediada umuman hech qanaqa mislim bo'lmagan. Mediada bo'lishimni faqatgina yoshligimda kim bo'lmoqchi edim? Kosmonavt, водитель avtobus haydovchisi yokida metroda har doim telefonimga metroni simulyatorni skachat qilib, o'shda orzu qo'yardim, metroni haydovchisi bo'laman. Yo'q, yoshligimda media sohasida bo'laman deb o'ylamaganman. Umuman. O'zbekistonda stream qilishning qiyinchiliklari nimada? Endi biz paytimizda karantin paytida stream qilayotganimda hali O'zbekiston bunaqa narsaga tayyor emas edi. Umuman auditoriya bunaqa narsaga tayyor emas bo'lgani uchun juda katta heyt kelgan. O'zi stream qilishni birinchi bo'lib men boshlab berganman. O'zbekistonda to'g'risini aytganda-da, keyin mendan keyin boshlandi-da bu narsa. Endi o'zimni katta o'rmaganda, po faktu gapiryapman. Qiyinchiliklari heyt bo'lgan. O'zi mediaga endi kirib kelayotganimda heyt ko'rolmay odamlar meni so'kayotganini, meni yomon ko'rayotganini o'yladim-da. Kerakmi menga shu narsa deb. Keyin vaqt o'tib, sal TikToklarga kirib, O'zbekiston ertaga buni kelajagi bor. Sizlar meni поддержка qilsanglar ertaga sizlar возмущаться qilmaysizlar, voy men nimaga поддержка qilmagan ekanman bu bolani. Men mana 2026-yilga kelib O'zbekistonda kibersport rivojlanayotganini o'zingizlar ko'ryapsizlar. Hammasi благодаря тому O'zbekiston auditoriyasi bu narsaga o'rgangan. Endi hozir mana streamerlar chiqyapti. Streamerlarni heyt qilish o'rniga bolalar поддержка qilishyapti. Men bu narsaga вообще maza qilib shu narsani поддерживаю. Streamdan tashqari har xil entertainment videolar olishni nega to'xtatib qo'ydingiz? Nimaga entertainment videolarini olmayapman? Chunki menda hech qanaqa ideya yo'q, motivatsiya yo'q. Endi mana bunaqa narsa bo'lar ekanda. Odam och bo'lsa, ideya srazu keladi. Agarda odam masalan orzuli qo'yib, orzulariga erishsa, odamda mana bu yong'in, mana bu olov o'char ekan. Endi menda shu olov o'chib qoldi hozir. Hamma odamda shunaqa narsa bo'ladi. Menimcha, mana shu yil 2026-yil yana shunaqa entertainment videolar olishda davom etamiz. Полный такой масштабный video. Просто videosi ustida, извините. Qichq-qichq videolarni qilishni boshlaymiz. Komandamda Ahror Ilxonov, Abuser, полный mana shunaqa trio bo'lib, qanaqadir kontent qiladigan bo'lsa, odamlarga yoqadi degan umiddaman. MCDni intervyu paytida siz haqingizda gapirgan gaplariga qanday qaraysiz? Endi birovni ayolini gapira olmayman, to'g'risi endi baxt tilayman, faqatgina baxt tilayman. O'shanda syomka bo'layotgan paytida Chirchiqda edi, o'sha syomkamizda Chirchiqda biz gaplashishni to'xtatib qo'ygandik. Madina sal xafa bo'lgandi menga. Keyin yoniga borib kechirim so'rab, "Davay, может быть, hammasi yaxshi bo'lardi" deganimda, yo'q degan, o'shanda Abrik degan inson paydo bo'lgan hayotida. Shundan keyin esa men yolg'iz bo'ri. Qiyin-da bu to'g'risi savol, qiyin-da. Madina zo'r inson. Madina вообще классная девочка. Но всё же birovni ayoli. Men unga faqatgina baxt tilayman. 3-4 soatlik streamlarda keyin o'zingizni qanday his qilasiz? Psixologik charchoqni chiqarishning eng yaxshi yo'li nima? 3-4 soatlik stream men uchun bu oddiy ishdek. Men chunki endi boshlayotganimda 13-14 soatlab qilgandim. Rekordim 26 soat. Просто представляете, 26 soat bitta kresloda o'tirib, mana bunaqa PUBG ni o'ynab o'tirasiz. Qiyin emas 3-4 soat. Charchab qoladigan bo'lsangiz, kamera bilan gaplashyapsiz. Endi baribir kirgan odam, yosh katta odam kirgan bo'lsa, bu nima psixma deydi-da. Больнойmi bu deydi. Bu psixologikdan chiqishi eng главный yo'li odamlar bilan hayotda gaplash. Просто masalan, hangir-hungir qilib o'tirasizlar, gaplashib o'tirasizlar. Qayerdadir tam o'tirib, masalan, shu choy ichibman, kola-pola, qurtoq olib o'tirsanglar, bo'ldi, bu narsa chiqib ketadi sirazu. Agarda bu ish faoliyati bo'lsa, odam o'rganib ketadi bu narsaga. Sirazu o'rganib ketadi. Так что bu narsada qiyin yo'li yo'q. Mana oldin 14-15 soatlab qilardim, hozir 2 soatga ham yetmayapti meni ichimdagi bor. O'tira olmayapman, o'sha qarivyapman men. PUBG borgan sari aktuallikni yo'qotyapti deb o'ylaysizmi? Keyingi rejalaringiz qanaqa? PUBG aktuallikni yo'qotmayapti umuman, chunki PUBG yana bir 3-4 yil yashaydi. Juda katta pullar tiqilyapti PUBGga. PUBGda yana o'yin chiqqani yo'q hali. PUBG haligacha ham aktual. PUBGni haligacha ham O'zbekistonda 1 milliondan ortiq odam o'ynayapti kuniga. Так что hammasi yaxshi. Agarda PUBG aktuallikni yo'qotadigan bo'lsa, meni kelajakdagi rejalarim yaxshi ayol topib, uylanib, baxtli oila qurib, o'zimni baxtli hayotimni davom etib yashayman. O'zingizni eng yaxshi ko'radigan video o'yin qaysi? Clash of Clans. Bo'la agar Clash of Clans, brat.
tut qilib kiradi-yu, o'sha vashi bazar deb turadi. Haligacha ham Clash of Clans o'ynayman. Mana Clash of Clans o'ynaydigan odamlar bo'lsa, bilishadi. Reально dolgi o'yin-da. Где-то 17 yoshimdan boshlagan bo'lsam, haligacha ham Clash of Clans'ni yaxshi ko'rib o'ynayman. Har kuni kiradigan o'yinim Clash of Clans bo'lib qolgan hozir. PUBG deyishim mumkin edi, lekin Clash of Clans'ni PUBG dan ko'proq o'ynayman-da. Mana bu do'shlar qichudi. Kayf. Vashi mazza qilaman. Clash of Clans best of the best. Syujetli o'yinlar, kino yoki seriallar bilan raqobatlasha oladi deb o'ylaysizmi? Syujetli o'yinlar menimcha kinolarga o'xshab bir xil vaqtda qilinadi. 3D dizayni, uni hamma robotalari endi bilmadim to'g'risi. Nima deb olayman? Men seriallarni ko'rmayman, o'sha faqatgina onam qanaqadir serial yoqib qo'ysalar, o'zbek seriallar bo'ladi-ya, qaynatasini kulni chalkan kelin. Narkoman kelin. Shunaqa seriallar bo'lsa ko'raman, zerikayotganda zavtrak ovqat yeb raqobatlasha oladimi? Menimcha yo'q. Bizning seriallarimizga baribir ishbalo yetmaydi. Javob, po faktu. Bizning seriallarimiz O'zbekistondagi olinadigan seriallar nomer 1. Yo'q, unaqa boshqa kino, o'yin, syujetli. Siz eng yoqtirgan o'yin janri. Men uchun baribir bu oldin shooter bo'lardi. O'sha otishma bo'lardi. Hozir endi qaraganim sari onalarimiz o'ynaydi-yu Candy Crush. 3 ta kubik yig'sangiz qiladi-yu, o'sha zvuklariga qiziqolmay juda o'tirib, mana bunaqa qilish. Shunaqa janrga qiziqaman, to'g'risi. Realni aytolman, bez prikol. Telefonim ochilib, faqat shunaqa o'yin turibdi, ana chik qilasizda, qilib ana beradi, bonus beradi-yu. Nima deyapsizlar o'sha? Men lekin leaderboardda turaman. Tepaga kirsanglar, mama Svetlana. UC yoki akkaunt oldi sotisida qonuniy tomondan muammolar bo'lmaydimi? Yo'q, qonuniy tomonlardan muammo bo'lmaydi. Agar soliq to'lansa, xudo xolasa hamma UC servislar soliq to'lashyapti. Hammasi qonuniy ishlashyapti. Men bolalar uchun juda ham xursandman. O'shanda Rossiyaga UC sotayotgan paytimda mana polni nafasimni siqib, polning kartalarimni yopib qo'yishgan paytida, men bolalarning nonini tegmaydigan paytimda meni nonimni olib qo'yishgan polni UC servislar O'zbekistondagi. Men ularga faqatgina omad tilayman. No baribir karma degan narsa bor. Xudo xolasa yo'lda ko'rishamiz. Atlet. Kelajakda kibersportga o'tib ketasizmi yoki entertainment bloggami? Kelajakda men o'zimni to'g'risi bloger deb ko'rmayapman. Kelajakda men o'zimni bloger deb nimaga ko'rmayapman? Ozmaslik bitta narsani tushuntirib beraman. Blogerda shaxsiy hayotingiz umuman bo'lmaydi. O'shanda masalan uchrashuvga chiqadigan bo'lsangiz, baribir odamlar yoningizga kelib, "Davay rasmga tushib olamiz, davay buni qilamiz." Odamlar sizga qarashi, sizni prosta o'zingiz uchun yashash degan narsa bo'lmaydi blogerda. O'zi uchun o'zi yashaydi-yu odamlar masalan. Hech kim meni yo'q deydi-yu, baribir. Unaqa narsa yo'q. U ana o'tiribdi, ana o'tiribdi, ana bilan o'tiribdi. Bu kecha men bilan o'tirdi-yu, bugun nimaga men bilan o'tiribdi degan narsa bo'ladi-da. Har doim odamni o'zida bo'lasiz. Ismingiz bo'ladi. O'shanga bloger bo'lib davom ettirishim menimcha 50-50. Agarda yaxshi ketadigan bo'lsam, qanaqadir o'zimni yo'nalishimni topadigan bo'lsam, да, возможно, bloger deb продолжить qilamiz. Bo'ladi, такой lifestyle bo'ladi-da. Hayotimda nima bo'lyapti, shu narsani olib chiqaman. Baribir odamlarga nima qiziq? Meni xarizmam qiziq. Meni qanaqa yurishim, qanaqa turishim qiziq-da. Shu narsa uchun men sizlar bilan, hurmatli obunachilarim, hurmatli jigarlarim, har doim sizlar bilan birgalikda qolaman. Men sizlarni yaxshi ko'raman, sizlar meni kuzatib o'tganingiz uchun Jubduvas. Mana hurmatli tomoshabinlar, sizlar Shohruz Nazarovni kimligini bilib oldinglar. Hayot qiyin emas. Agar siz obuna bo'lmasangiz. Obuna bo'ling va izohlarda o'zingizni mneningizni qoldirib keting. Xullas, kommentariyni to'ldirib qo'yinglar-da, like bosib qo'yinglar, obuna bo'lib qo'yinglar. Всё как оно должно быть. Qiyin emas bitta. Zato okalarimiz va men xursand bo'lamiz. Sog' bo'linglar. Ciao.